Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi bemorimiz 15 yosh. Bundan 3 oy oldin demak chap qulog'iga shapaloq tegish natijasida quloq pardasi yirtilgan, ya'ni teshilgan va 2 oydan keyin bizga murojaat qildi. Pardaning holati bitmaganligi tasdiqlandi va biza chap qulog'ini endoskopik timpanoplastika jarohat amaliyotini bajardik. Hozir mana 25 kun oldin qilingan operatsiya. Hozir qayta ko'rikka kelishdi. Bitta tekshirib ko'ramiz pardaning holatini. Demak, operatsiya quloqning ichidan qilingan, ya'ni orqadan kesma qilinmagan. Ko'rishingiz mumkin, parda butuni tiklangan, qon tomirlari o'sib, juda ham zo'r holatda turibdi. Eski holati mana bitta kattagina teshik bor edi. Hozir parda butuni tiklanib, juda ham yaxshi holatda. Qanaqa eshitish yaxshimi? Yaxshi. Operatsiyadan keyin qiynalmadingmi? Yo'q. Og'riqlar bo'lmadimi? E'tibor beramiz, quloqqa shapaloq tegishi yoki bo'lmasa qanaqadir kaptok tegish natijasida parda yirtilsa 7-10 kun ichida biz lateks qo'yish tavsiya qilamiz. Bu bemorimizda doktorga murojaat qilinmagan va parda bitishini kutgan va parda bitmagandan keyin biz timpanoplastika jarohat amaliyotini bajarganmiz. Lateks qo'yilsa, 1 hafta 7 kun ichida qo'yilsa, tez va oson bitadigan holat bo'lgan. Afsuski bemorimiz kech kelgan va operatsiyadan keyin quloq pardasi tiklangan. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.